Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun Samarqand viloyati Paxtash tumanidagi Sultonobod dehqon bozoriga keldik. Ayrim kunlar zakasi bo'yicha mana qurtilgan mevalarni olib keldik. 100 grammiga 70 mingdan bo'lyapti. 70 mingdan bo'lyapti. Mana bular esa qalamchalari 15 santimetrdan qirqilgan. 15 santimetr. Donasi 15 mingdan bo'lyapti. Mana bular ko'chatlarimiz. Mana ko'chatlarimiz donasi 100 mingdan bo'lyapti. Arenterda oladigan bo'lsak, arenterimiz mana bu yerda. Mana gulchilarning yonida savdo qilyapmiz. Mana Protiv nima deydi, mana o'zi optika oqshom kafelarning yonida. Mana shunda bo'lamiz. Bu mana viloyatdan kelib so'raydiganlar uchun mana svetofordan to'xtab surishtirsa bo'ladi. Bugun bir ikkita Samarqanddan, Buxorodan kelish kerak edi. Videoni ko'rsangiz, o'sha yerdan arentada olsangiz bo'ladi. Mana mashinada hammasidan bor, quritilgani ham, qalamchalari ham hammasidan taxlab olib kelganman. Faqat hulidan ulgura olmadim, terib kelishga ertalab. Daraxtdan uzib kelishga. Hali ham daraxtda pishib turganlari bordi. Shunaqa gaplar. Arenter shu. Mayli, sog' bo'lingizlar. Yaxshi kunlar uchrashaylik.